Hammaga salom. Sizlar bilan Siyosiy determinant kanali. Bugun biz o'yinlar nazariyasi haqida gaplashamiz. O'yinlar nazariyasi o'zi nima? O'yinlar nazariyasi bu strategik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishni o'rgatuvchi fan hisoblanadi. Xo'p, bunda strategik vaziyat o'zi nima? Strategik vaziyat bu sizning muvaffaqiyatingiz va siz oladigan natija boshqalarning xatti-harakatlariga va qarorlariga bog'liq bo'lgandagi holat. Masalan, ikkita ko'chada muzqaymoq sotuvchi bor deylik. Ulardan biri muzqaymoq narxini tushirmoqchi, mijozlarni ko'paytirish maqsadida. Lekin oldidagi muzqaymoq sotuvchi ham narxlarni tushirsa nima bo'ladi? Natijada ikkisi ham hozirgi narxni yo'qotib qo'yishi va bir-biridan ko'proq mijozga ega bo'lishi mumkin emas. Mana shunday vaziyat strategik vaziyat hisoblanadi. Ya'ni strategik vaziyat ham iqtisodda, ham siyosatda, hattoki ikkita odam o'rtasidagi kelishuvlarda ham mavjud bo'ladi. Aynan shu jarayonlarda, shunday vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishni o'rganuvchi fan bu o'yinlar nazariyasi hisoblanadi. Endi strategik vaziyatlarda qaror qabul qiluvchilarga to'xtalsak, qaror qabul qiluvchilar ratsional aktorlar hisoblanadi. Ya'ni ratsional tanlov nazariyasiga ko'ra, strategik vaziyatlarda qaror qabul qiladiganlar har qanday shaxslar yoki davlatlar yoki tashkilotlar har doim ratsional bo'ladi. Ya'ni o'z manfaatlarini ko'zlab, puxta hisob-kitob orqali o'zlari uchun eng yaxshi variantni, ya'ni eng yaxshi strategiyani tanlaydilar. Demak, qaror qabul qiluvchilar ratsional aktorlar ekanini bilib oldik va ular har doim o'z foydasini maksimal darajaga chiqarishga intilishini ham bilib oldik. Bu endi haqiqiy sharoitda qanday ishlashini keling mana shu matrica orqali tushunib olamiz. Endi mana shu matrisaga e'tibor bering. Bu yerda tasavvur qiling, ikkita ishtirokchi bor. Biri siz, ikkinchisi esa raqibingiz. Va sizda ham raqibingizda ham ikkita tanlov bor. Alfa va betani tanlash. Ammo bir-biringizning qaroringiz bir-biringizni natijangizga ta'sir o'tkazadi. Masalan, siz alfani tanlasangiz, sherigingiz, ya'ni raqibingiz ham alfani tanlasa, sizlar ikkalangiz ham B- olasiz. Agar siz alfani, raqibingiz betani tanlasa, siz A, ya'ni eng yaxshi natijani olasiz. Agar siz betani tanlasangiz, raqibingiz alfani tanlasa, siz C, ya'ni eng yomon natijani olasiz. Agar siz ham betani, raqibingiz ham betani tanlasa, ikkalangiz ham B+ natijani olasiz. Xo'p, bu jadvalga e'tibor bergan bo'lsangiz, A siz uchun eng yaxshi natija, C esa eng yomon natija. Endi o'zingizni ratsional aktor sifatida his qiling va vaziyatni tahlil qiling. Agar sherigingiz alfani tanlasa, siz nima qilasiz? Albatta, siz betani tanlamaysiz, chunki betani tanlasangiz, siz C, ya'ni eng yomon natijani olasiz. Xo'p, agar sherigingiz, ya'ni raqibingiz betani tanladi deylik. Siz uchun alfani tanlash yaxshiroqmi yoki betani tanlashmi? Menimcha albatta alfani tanlash yaxshiroq, chunki sherigingiz, ya'ni raqibingiz betani tanlagan bo'lsa, siz ham betani tanlasangiz B+ olasiz. Lekin raqibingiz betani tanlab turgan holida siz alfani tanlasangiz A, ya'ni eng yaxshi natijani olasiz. Ya'ni bu yerda har qanaqa vaziyatda, ya'ni sherigingiz alfani yoki betani tanlashidan qat'iy nazar, siz uchun yaxshiroq natija, yaxshiroq tanlov bu alfa. Ko'rib turibsizki, beta tanlovi siz uchun har doim yomon. Sherigingiz qaysini tanlashidan qat'iy nazar, siz uchun beta har doim yomon. Va bu o'yinlar nazariyasida mutlaq dominant qilingan strategiya deb ataladi. Ya'ni beta strategiyasi shunchalik yomonki, ratsional aktor uni variant sifatida ham ko'rmasligi kerak. Va birinchi saboq shuki, hech qachon mutlaq dominant qilingan strategiyani o'ynamang. Menimcha bu matematik modelni tushunib oldik. Endi keling real hayotga o'girib ko'ramiz. Masalan, xalqaro diplomatiyada xalqaro shartnomalar bor. Deylik, biron bir davlat uchun ushbu biron bir xalqaro shartnomani buzish ko'proq foydali, ya'ni alfa bo'lsa, unga amal qilish beta hisoblanadi. Ya'ni bu davlat har qanday holatda ham alfa yo'lini tanlaydi, ya'ni shartnomani buzish yo'lini tanlaydi. Chunki ushbu davlat uchun shartnomani buzish shartnomani buzmaslikdan ko'ra ko'proq foydali hisoblanadi.
Demak, bu davlatlarning ratsional aktor ekanligini ko'rsatadi. Xo'sh, unda har bir o'yinchi, ya'ni har bir davlatlar, tashkilotlar yoki insonlar ratsional aktor bo'lsa, ularning hammasi alfani tanlaydi. Ya'ni o'zi uchun eng foydali yo'lni tanlaydi. Va bu o'yinlar nazariyasida o'yinning yakuni, ya'ni nash muvozanati hisoblanadi. Nash muvozanati bu shunday nuqtaki, unda har bir o'yinchi boshqasining qarorini bilgan taqdirda ham o'zining qarorini o'zgartirishdan manfaatdor bo'lmaydi. Chunki o'zining qarorini o'zgartirishi unga har doim yomonroq natijani olib keladi. Va bu o'yinlar nazariyasida nash muvozanati hisoblanadi. Xo'sh, unda hamma o'zi uchun eng to'g'ri yo'lni tanlagan bo'lsa, bu hamma uchun foydalimi? Afsuski, yo'q, unaqa emas. O'yinlar nazariyasida mahbus dilemmasi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Uni keling yana jadvalga qaytib tushunib olamiz. Nash muvozanatiga ko'ra ko'rdikki, siz ham raqibingiz ham alfani tanladi, chunki bu eng ratsional tanlov edi. Ya'ni raqibingiz qanday yo'lni tanlashdan qat'iy nazar siz uchun ko'proq foyda olib keladigan yo'l bu alfa edi. Ammo natija ikkalasida ham B- bo'ldi. Agar siz ham raqibingiz ham kelishib yomonroq ko'ringan beta strategiyani tanlaganingizda edi, natija B+ bo'lardi. Ya'ni har bir aktor o'z manfaati yo'lida ratsional harakat qilgani uchun ular ikkalasi ham yutishi mumkin bo'lgan yaxshiroq natijani boy berishdi. Bunday individual ratsionallik jamoaviy falokatlarga olib kelishini juda ko'p ko'rishimiz mumkin. Masalan, qurollanish poygalarini olaylik. Har bir davlat agar men qurollanmasam, ya'ni bu qurollanmaslik beta strategiya. Raqibim qurollansa, bu alfa strategiya. Ya'ni har doim ustunroq strategiya. Men butkul yutqizaman deb o'ylaydi. Va natijada hamma qurollanadi. Nash muvozanati bu yerda hammaning qurollanishi hisoblanadi. Natijada hamma iqtisodiy zarar ko'radi, dunyo xavfliroq joyga aylanib boradi. Ammo ularning har birining harakati aslida ratsional, ammo natija mantiqsiz bo'ladi. Bu esa o'yinlar nazariyasida koordinatsiya muammosi hisoblanadi. Xo'sh, koordinatsiya muammosini qanday hal qilish mumkin? Agar nash muvozanati bizni har doim jamoaviy falokatga yetaklasa, dunyo qanday qilib haligacha parchalanib ketmadi? Bu to'g'risida keyingi videoda gaplashamiz. Barchangizga rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling va obuna bo'lib qo'yishni unutmang.